Yo'q, operatsiya qildirganiga afsuslanmaganman. Xudoga shukur qilaman. Shunchalik darajaga yetganiga afsuslanmaganman. Men Rizqullayeva Klara Hikmatullayev Sa'dullani oylari bo'laman. Tug'ilganida eshitmagan deb o'ylaymiz. 10 oyligida bilganman o'zim eshitmasligini. Homiladorligim yaxshi o'tgan. Xo'jayinim bilan qarindoshmas biza. Xo'jayinim tomonidan xolalarida shunaqa bor. Naslda shuni o'tganman balki. Olib borib tekshirtirganimizdan keyin eshitmaganini bilganimizda sudda pedagogga borishni boshlaganmiz. Darsga qatnab 2 yoshida keyin operatsiya qildirganmiz. Operatsiya deganda men apparatda emas, operatsiya qilgandan keyin o'zi shundoq eshitib ketadi degan xayol bor edi menda. Keyin bilsam u operatsiya qilinar ekan, implant qo'yib apparat taqilar ekan. Unisini keyin bildim. Men boshida o'ylagan edim, operatsiyadan keyin o'zi shundoq eshitib ketadi degan xayol bor edi birinchi eshitganimizda. Keyin o'rtaga yurgan odamlarni ko'rib bildimki, u apparatda yurar ekan. Rozi bo'ldik operatsiya qildirdik. Chunki o'sha yerda yurgan bolalarni ko'rib, ularni gapirayotganini ko'rib, iloji bo'lsa tezroq operatsiya qildirishni o'yladik. Unaqa qiyin bo'lmadi. Operatsiyadan yaxshi chiqdi, hammasi yaxshi edi. Bir oydan keyin подключениyaga bordik, yoqtirdik. Уже apparat taqqandan keyin sразу sezildi, tovushlarga e'tibor berishini sezdik. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Bola gapirib ketish uchun o'zimiz uyda tinmasdan shug'ullanardik. Sudda pedagogga borardik. Iloji boricha ko'proq gapirishga, ko'proq gaplashishga harakat qilardik. Ko'pchilik ko'rganlar so'rashardi, nimaga bunaqa, nima bo'lgan? Ko'pchilik boshida so'rardi. Aytardim, operatsiya bo'lgan. Shu bo'lganlarni unaqa qilib aytib berardim. Hozir men ham o'rganib ketganman. Apparatga tushirganimizdan keyin, tashxis qo'ygandan keyin shunaqa deb aytishgan, 4-daraja eshitmaslik deb aytishgan. Men juda ham og'ir nuqtaga tushib qolganman, sosteniyga tushib qolganman. Chunki kutmagan edim. Bundan oldin 2 farzandim bor. Ular yaxshi edi, sog'lom edi. Buni eshitganimda yomon ahvolga tushib qolganman. Keyinchalik o'zimni qo'lga olib, hammasini yengib o'tishga o'g'lim uchun harakat qilganmiz xo'jayinim bilan. Xudoga shukur, hozir yaxshi hammasi. Gapirib ketdi. Hozir o'g'lim bu yil 1-sinfga chiqdi. Shayxontohur tumanidagi Grant ta'lim maktabi, xususiy maktabga 1-sinfga boradi. Ertalabdan kechgacha dars bo'ladi. Obedgacha o'zini maktab fanlari, obeddan keyin yana qo'shimcha sport to'garaklari bor, arab tili bor, rus tili, ingliz tili bor ichida. Shular bilan shug'ullanadi. Sportdan futbolga qatnashadi. O'qishlari yaxshi, she'rlar yodlaydi, alifbelarni bemalol, Xudoga shukur, o'qiyapti yaxshi. Maktabga ham ancha ko'nikib, o'rtoqlariga o'rganib, o'zi xohlab boryapti maktabga. Muloqotimiz yaxshi, qiynalmaymiz. Boshqa bolalarim bilan qanday gaplashsam, bu o'g'lim bilan ham shundoq muloqotda bo'lamiz. Ancha yaxshi bo'lib gapirib ketgan, bunaqa qiyinchilik sezilmaydi. Yo'q, operatsiya qildirganiga afsuslanmaganman. Xudoga shukur qilaman. Shunchalik darajaga yetganiga afsuslanmaganman. Operatsiya qildirishga ikkilanayotgan odamlar bo'lsa, ularga albatta operatsiya qildirishliklarini maslahat beraman. Chunki meniki hozir meni o'g'lim sog'lom bolalardek muloqotda bo'lamiz o'g'lim bilan. Ikkilanmasliklarini maslahat beraman. Operatsiya qildirishlarini maslahat beraman. Assalomu alaykum, hurmatli barcha obunachilar. Men Yangi asr xususiy maktabining boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Teshaboyeva Nargiza Erkinovnaman. Shu maktabda faoliyat boshlaganimda maktabimizga Hikmatullayev Sa'dulla
testlardan a'lo baholarga o'tib, mana 1-sinflarda o'qib kelyapti. O'qishdan alifbe, matematika, ona tili, tabiiy fan, tarbiya fanlaridan faol qatnashmoqda. Savollarga to'liq javob bera oladi. O'rtoqlari bilan aktiv muloqotda faoliyat ko'rsatyapti. Yaxshi, yozuvlari yaxshi. O'zi ham judayam aqlli, odobli bola. Men o'ylaymanki, kimga zaril bo'lsa, bu apparatdan o'rnatgani yaxshi. Farzandiga e'tibor berib, shunchalik quloqlariga shu ko'hlik apparatini o'rnatganiga men xursandman. Chunki bu bolada har qayerda o'qishga ishtiyoq kuchli. She'rlar yodlab keladi, o'qiydi, qo'l ko'taradi. Judayam faol, yaxshi o'quvchilarimdan biri. Men ularning ota-onalariga ham kattakon rahmat aytaman. Bolani tashlab qo'ymasdan shunchalik e'tibor berib, shunchalik mehr berishganiga men judayam xursandman. Shunaqa ota-onalar ko'payaversin. Ra, ro, ri, ru, re, yer, rom, bir, nur, arra, yara, alti, atir, botir, randa, alifbo qiyosi harflarda karvon bo'lsa, akmal azza ali adam bosmanada bari.